musulmonlar islomni mukammal tushunmoqlari kerak o'zlari. Va ular birlashish degan ma'nosini ham tushunmoqlari kerak. Mumkin e'tiroz bildirilishi mumkinki, bu birlashish haqida hamma gapirib, lekin hech ham birlashilmay yurilibdi-yu degan gaplar bo'linishi mumkin. Lekin birlashish islom asosida, islom aqidasi asosida bo'lmoqligi kerak. Birlashish deganning ma'nosi biror bir badavlat odam bir qo'y so'y bersa, shu ziyofatda ishtirok etib, nihoyatda ziyofatni yaxshi yeb turib, hamma bir bo'laylik shunday deb duo qilib turib ketishlik emas bu birlashishlik. Birlashish bir asosga qaytishlikdir. U qaysi asos? U biror bir odamning havosi bo'lmasligi kerak. U biror odamning fikri bo'lmasligi kerak. U Allohning so'zi va rasuliga amin bo'lgan Muhammad amin sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklari bo'lmoqligi kerak. Hamma shundagina iymon bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan narsa havo emas edi. U kishi bir xohishlaridan biror bir narsa olib kelmagan edilar. U kishi olib kelgan narsa vahiy edilar. Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa vahyun yuha. Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan vahiyda kitobi sunnatga qaytishlikni birlashtirmoqligi kerak. Agarki 10 kishini bo'lsa ham kitobi sunnatga qaytishlik birlashtirmoqligi kerak. Havolar birlashlik bu birlashlik emas. Bir joyda yashashlik birlashlik emas. Bir o'zbeklik u birlashlik emas. Faqat Alloh rasulining so'ziga qaytishlikni birlashmoqli bo'lish kerak. Mana bu birlashlikka Alloh chorlaydi bizni. Boshqa birlashliklardan voz kechishlikka bizni. Boshqa birlashliklar xatardir birodarlar. Nahotki musulmon kishilarni islomni tushungan odamlarni birlashtirishlik uchun bir odamning ziyofatiga muhtoj bo'lsa, bir og'zing qara desa qulog'ini ko'rsatadigan bir badavlat odamning ziyofati bizni birlashtirsa. Shuning uchun Alloh rasulining so'zinigina agar bir kishi qabul qilmasa, bunda iymonni nafiy qilinyapti birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aqida asosida birlashtirgan edilar. Ilgarigi johiliy birlashtirishlar bilan birlashtirmagan edilar. Hozirda ham ba'zi bir kishilar bir bo'lib yashashlikni xohlashadi. Hamma bir bo'lib yashashlikka muvofiq. Lekin ba'zi kishilarning birlik degan ma'nosi shunga o'xshaydiki, biror bir mahallada shunday olim, shunday qoraka bo'lsangizki, Alloh saqlasin, odamlarning yaxshi suhbatida ham bo'lsangiz, u mast qiluvchi ichimliklarni ichayotgan suhbatida ham duo qilib o'tirsangiz, biror bir kishiga shariatga zid ish qiladimi, munofiqmi, kazzobmi, shunga qarab kulib, shularga muvofiq gap topib bersangiz, duradgorga duradgorcha, dehqonga dehqoncha, hammani ko'yniga muvofiq so'zlarni aytib bersangiz, mana shu odamni, ya'ni eng katta munofiq bo'lgan odamligini xohlashadi. Birodarlar, bu narsalardan Alloh saqlasin demoqligimiz kerak.